Bugun sizlarga 7 ta eng ko'p bakteriya va virus to'planadigan joyda hisoblab o'taman. Birinchisi bizning eshiklarimiz ruchkalari va ikkinchisi svet chiroqlarimiz knopkalari, uchinchisi pastelimiz va asosan nalchkamiz, to'rtinchisi bizning bet sochig'imiz, qo'l sochig'imiz, beshinchisi bizni har kuni ishlatadigan taxtakachimiz, oltinchisi mana shunaqangi gubka va lattalarimiz. Yettinchisini oxirida bilasiz, ungacha men sizlarga antibakterial sredstvo tayyorlashni o'rgatib qo'yaman. Birga bir uksus bilan suvni sredstvosini qo'shib tayyorlab olamiz. Shunaqa dozatorga qo'yib, sepib, tozalab olib quritib olamiz. Taxtakachlaringiz sizga ko'p xizmat qilishi uchun mana shunaqa moylardan foydalanib, artib olib qo'ysangiz, sizga ancha xizmat qiladi va o'zini chiroyli vidini saqlaydi. Mana shu e'tiborsiz qoladigan latta va gubkalarimizdan qancha ichimizga mikrob va infeksiyalar kirishini bilsalaring edi. Bu ilmiy tekshiruvlardan keyin tasdiqlangan narsa. Farzandlaringiz va oila a'zolaringizni ichiga yegan ovqatidan, oziq-ovqatidan har xil mikroblar kirishni xohlamasangiz, taxtacha va gubka lattalarda doim antibakterial sredstvolarda tozalab turing. Meni yordamchim Bavi kislorodniy очиститель. Va o'zlaring tushunganlaringdek, 7-si biz e'tiborimizdan qochadigan narsa bu rakvinani stoklar. Unda eng ko'p patogen mikroblar borligi uchun неприятный hid chiqaradi.